Chevrolet oilasida yangilik taxminan 7 yil mobaynida Silverado pikapining 4-avlodi o'z mijozlariga taqdim qilingan bo'lsa, ana endi rasman 5-avlod bo'lib ishlab chiqarilishi e'lon qilindi. Ham tashqarida, ham ichkarida, hattoki dvigateliga ham tubdan o'zgartirishlar kiritilgan bo'ladi. Tashqi tomoni zamon bilan hamnafas va oldingi Silveradoga qaraganda ancha go'zallashgan bo'ladi. Endilikda 5.3 va 6.2 litrli dvigatellar ishlab chiqarilishdan to'xtatilib, uning o'rniga yangi va baquvvatlashgan 5.7 hamda 6.6 litrli dvigatellar bu avtomobillar uchun taqdim qilinadi va uning ot kuchlari kamida 420 dan 490 gacha ko'tariladi va uning newton metri esa 690 atrofida bo'ladi. Salon qismi esa o'zining monitorlari va qo'shimcha opsiyalari bilan oldingi avloddan asar ham qoldirmaydi. Albatta bu qisqacha ma'lumot edi. Instagramda vaqtimiz chegarali bo'lganligi uchun Telegram kanalimizda batafsil ma'lumotlari, uning ходовой qismi, tormoz sistemasi, 7 xil komplektatsiyasi, rasmlari va iloji boricha narxlari bilan e'lon qilishga harakat qilamiz. Havola profilning yuqori qismida.